Azizlarim, chiroyli uy bo'lsa, mazza qilib yashasin. Xotin gapga ovqati deb qo'y, kuxnalari shunaqa uzun 13 metrli bo'lsa, olarmidilar. Kimda-kim mana shu videoga inshaalloh deb yozib ketsa, Allohim sizlarga ham g'oyibidan shunaqa kallayni ko'chadan qo'g'irchoq uylar berib qo'ysin azizlarim, hamma jihozlari qoladigan videodan uzoqlashmasdan turinglar. Azizlarim, uyni ko'rdinglar, ikkinchi qavat juda ham zo'r, ikkinchi etaj. Yana qaytarib aytib kelyapti. Mana holi bo'lyapti azizlar. Qaranglar, juda ham chiroyli, remontlari tayyor, kirib yashaydigan. Bu yerda 75 kvadratimizni 3 xona qilib qo'ygan. Unaqa hech qanaqa kuxnyani bo'g'magan azizlar. Kuxnya ham o'zi bir 13-14 metrli kuxnya. 3 xona plus kuxnya plus hol bo'lyapti. Sanuzurlari, sharoitlari zo'r azizlar. Jihozlari qoladi. To'lqi ko'rpa to'shak, hozirgi men choy ichgan piyodalar dab ketar ekan. Eshikdan kirganinglarda bu dominglarga, ro'pparinglarga sraz spaniyaga ko'zinglar tushadi. Bu родительский spaniya bo'lyapti. Qaranglar, hamma jihozlari zo'r. Yangi koreyskiy matras, koreyskiy divanchalari ham qoladi ekan sizlarga. Mana detskiy spaniyalar. Bolajonlarga даже mana yostiq ko'rpachalarigacha bor azizlarim. Garderobkalariga e'tibor qilinglar. Juda ham chiroyli. O'zi uchun qilgan ekan akamiz. Sotish niyati yo'q edi deyapti. Zudlik bilan sotadigan bo'lib qolibdi. Narxi qimmat emas azizlar. Uzun 13 metrli kuxnyasiga e'tibor beringlar. Qaranglar, stolchalari, choyni ichi, ma'da televizorlarni ko'rib, azizlarim, gilomlari o'zi cho'z to'yit ekan. Esiz oyog'ingiz kelib ketyapti. Mana kuxnilariga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli svet, seri, tomli seri, mokri asfalt deydimi? Qaranglar, hamma sharoitlarni zo'r qilib qo'ygan. Bitichkalarni ham zo'ridan qo'yganman deyapti. Har xil hid qurish yo'q azizlarim. Endi sizlar bilan mehmonlar kelsa, mazza qilib o'tiradigan mehmonxona, ya'ni zalimizni ko'ramiz azizlar. Keyin tez sizlarga adres, telefon nomerlarini aytaman. Azizlarim, mana mehmonxonasi. Bir 40 ta qudalarni kirgizib o'tkazib olasizlar. Remontlar zo'r. Lyustralarga e'tibor beringlar. Mazza qilib azizlar, qaranglar, mana shunaqa tayyor tutgan uyda ola olinglar. Men sizlarga topa olaman azizlar. Ketdi endi sanuzurlarni ko'raylik. Azizlar, mana shu uyda olinglar. Juda ham zo'r uy ekan, o'zimga ham yoqyapti. Narxlarni shu yerda turib aytgim keldi. $1150 dan har bir kvadrat azizlar, yana kami bor deyapti. Ikkinchi qavatda bunaqa narxga yo'q. Bu inson zudlik bilan sotilishi kerak uka deyapti. Qo'yvorani o'lib ketsin deyapti. Aytyapman, chaynak piyolarni napchi ketadi. Bo'ldi. Qolgan hamma yo'qsalarga qoladi. Sanuzuriga e'tibor beringlar. Oppoq azizlar, qaranglar, har xil hid qush yo'q. Hali odam yashab ulgurmadi bu yerda bir normal azizlarim. Albatta qiziqinglar. 75,5 kvadrat, $1150 dan yana ozgina kami bor. Hozirgi kunda hech kim yashamaydi. Shab olib kirib yashay olasizlar. Azizlarim, mana detskiy Ispaniyadan, kattalarning Ispaniyasidan chiqqaningizdan keyin yana bitta dushga ko'zingiz tushadi. Qaranglar, bu yerda ikkita dushimiz bo'lyapti. Aslida bitta vanna, bitta mana bunaqa chiroyli dush, sanuzurlari akkuratni azizlar, zo'r dom sizlarga. Ketdi endi adreslarni aytaylik-da. Azizlarim, adreslarimiz hamma bilgan Kallayniy ko'cha, Qirg'iziston O'sh shahri Kallayniy ko'cha azizlarim. Mana Sardor domlaning masjidi. Juda ham gavjun, magazinlar azizlar. Chap tomoningizga qarasangiz Pushkin maktabiga ko'zingiz tushadi. Azizlar, yana qaytarib aytyapman. Bereka qurgan dom 77 deb qo'yasizlar. Ha, Amir Temur 77 desanglar, to'g'ri shu yoqqa mashina Yandex ham kelaveradi. Ikkinchi qavatda azizlarim 75,5 kvadrat. 1150 dan yana ozgina kami bor azizlar. Kech kirsa ham mana shu videoda sizlarga ilindim azizlar. Sizlar ham unga bunga ilininglar. Tayyor kastimni ko'tarib kelib yashaveradi ekan. Videoga be'tibor qolmanglar azizlarim. Juda zo'r narxda chiqdi bu Kallayniy ko'chadan. O'zi juda kam domlar qo'ygan. Azizlarim, telefon nomerlarini sirazi yozib olinglar. Bunaqa narxga had bilan uchra olmaydi. 0551 bilan 12 93 18. Qaytaraman, 0551 bilan 12 93 18.